Bugungi mavzuimiz buqalarni go'shtga boqish. Do'stimning 38 ta buqasi bor. Shuning uchun bugun mana shu mavzuni va kerakli ruscha iboralarni tanladim. Bu og'ir mehnat. Do'stimga va sizlarga ishlaringizda omad tilayman. Откорм бычков. Buqalarni semirtirish. Мы закупаем молодых телят для откорма на мясо. Biz go'shtga semirtirish uchun yosh buzoqlarni sotib olamiz. Набирать вес. Vazn yegish. Этот бычок очень хорошо набирает вес. Bu buqa juda yaxshi vazn yig'yapti. Сбалансированный корм. Balanslangan yem-xashak. Для быстрого роста нужен качественный и сбалансированный корм. Tez o'sish uchun sifatli va balanslangan yem kerak. Давать добавки. Qo'shimchalar berish. Не забывайте давать бычкам vitaminные добавки в кормушке. Oxirga buqalar uchun vitaminli qo'shimchalar solishni unutmang. Суточный привес. Bir kunlik vazn qoshishi. Какой у них сейчас средний суточный привес? Hozir ular kuniga o'rtacha qanchadan vazn qo'shyapti? Чистая вода. Toza suv. У животных всегда должна быть свежая и чистая вода. Hayvonlarda doimo yangi va toza suv bo'lishi kerak.